Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun biz Kezekdagi kunimiz. Bugun biz Baysun degan yerda Amanxona degan sanatoriya, ya'ni suvmen davolanadigan, demaladigan yerga keldik. Biz sizga mana prirodani ko'rsatmoqchimiz. O'ta bir tomosha priroda. Jo'g'arida qurilgan жаңа zdaniylar bor. Ya'ni o yerda yotib suvmen shifo topadigan, ya'ni shifo yerlari bor. Biz endi bugun Baysundamiz. Baysundagi Amanxona. Amanxonaning bir kerak yerlarini sizlarga ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa bizning video barısında sizlar yaxshi yerlarni ko'radigan bo'lasizlar, xudo xolasa. Surxondaryo oblasi Baysun tumanidagi Sayrob degan joyga kelib turibmiz. Bu yerdagi chinor, ko'rsatmoqchi bo'layotgan chinorimiz bu bir paytda maktab vazifasini bajargan, bir paytda kontor bo'lgan, bir paytda magazin bo'lgan. Bugungi kun saqlanib qolgan mana shu chinorni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Albatta yer ko'tarilib ketgan, bilyapsizlar. Lekin mana shu chinorni hozir ichiga kirish imkoniyati bor bizda. Hurmatli do'stlar, biz chinorning ichiga kirib turibmiz, ko'ryapsizlar. Bu yerda 5-10 kishilar dars olgan, kontor bo'lgan, aytdik magazin bo'lgan. Mana otaxonimiz guvoh. Bugungi kunda mana shu otaxonimiz bu yerlarga qarab turadi. Shu yerning kiliti ham hammasi mana shu otaxonda. Otaxon bir ikki og'iz bizning xalqimizga, Turkistonlik, Turkistonda yashayotgan millatdoshlarga bir ikki og'iz yaxshi so'zingizni aytsangiz. Assalomu alaykum mehmonlar, qadrlarimizga ehtiromlar bo'lsin. Biz Surxondaryo Boysun tumani Sayrob mahallasiga xush kelibsizlar. Rahmat. Mana hozir mana bu 1000 yilga yaqinlashgan chinor daraxtining ichiga hozir mehmonlar bilan hozir suhbatlashyapmiz. Aynan bu daraxt 1000 yil yoshiga yaqinlashgan chinor daraxti bo'lib, bu chinor daraxti 1917 yil inqilob revolyusiyaning eski maktab vazifasini bajargan. Mana hozir biz ikkinchi chinor daraxtiga kelyapmiz. Biri naryoqda, ikkinchisiga keldik. Hozir ikkita chinorga ichiga kirish imkoniyatimiz bor, hozir ko'rasizlar. Bu chinor daraxtni qaranglar, o'zlari xuddi oynaga o'xshab teshiklari, kavaklari bor. Qarang, yorug' ham tushib turadi, vozdux ham almashib turadi ekan, ob-havo ham almashib turadi ekanda. Bir ajoyib narsani mana ko'ryapsizlar. Sizlar uyda bo'lsa ham mana hozir chinorning ichiga kirgizib ko'rsatyapmiz sizlarni. Men otaxon ismingiz kim edi? Ahadxon. Ahadxon ota, sizga katta rahmat. Yuzga kiring xudo. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz Imom Abu Isa Muhammad at-Tirmiziyning ziyoratgohiga kelib turibmiz. Ziyoratgoh o'ta bir tomosha. Bugungi kuning texnologiyasi bilan o'ta zavqlarni yaxshi qaragan. Hozir sizlarga birga kirib, o'sha Imom at-Tirmiziy bobomizning yotgan yerini ko'rib, ziyorat jasab, duo qilamiz, xudo xolasa. Bizning de ortimizdan o'sayotgan prezidentlarimiz o'sha Imom at-Tirmiziy siyaqti yaxshi ulamo olimlar bo'laversin degan niyatda, xudo xolasa. Yerga juftlar tinchlik tilab qolamiz. Ketdik.
يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. Kep turgan çayımız Hakimat Tirmizi degan ulkan ulamo g'olimlar çayına kep turamiz. Bu yer men negizi bunday ulkan ziyoratni ko'rgan emasman. Ob'yem bo'yicha, ulkanligi bo'yicha o'ta ko'p, o'ta ulkan. Mashinada kelmasa shoshib qoladigan joylar. Mana eshikdan oldingi eshikni arasi 2 kilometrda keladi. Odan da даже ulkan badal. Yana bunaning o'zini arjag'i 1 kilometr. Art jag'i Hakim atamızın yatgan yerinin art jag'i o'sha Afg'oniston bo'ladi. Afg'oniston territoriyasi bo'ladi. So'ndan o'sha bir yerda turgan ulkan ulamo g'olim bu Hakimat Termiziy degan бүкіл ilmning egasi bo'lgan, Qur'onni dajab bilgan, dinimizdagi bo'lgan кейбір машаралар бар, спорный мәселелер бар. Сондықтан бұл кісі өте ғалым болған, әрі дәрігер болған. Яғни Hakimat Termiziy деген babamızға бірнеше unvanlar берілген. Unvan дегеннен білесіздер, дәреже дейді. Бірнеше дәрежесі бар кісі. Сондықтан бұл кісінің жатқан жерін зиярат қылдық. Бүгін еліміздің атынан дұға жасадық, Құдай қаласа. Ал енді әрқайсыңызға келіп көру нәсіп етсін. Ал енді Құдай қаласа біздің де ұлдарымыз, қыздарымыз оқытай, білімді болсын, осындай бір тамаша ғалымдай болған немерелеріміз осындай ғалым болсын, оңашыл оқу керек болады, Құдай қаласа. Көреміз ішті. Thank you.